Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardagi qarindoshlarım. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan sizlarga Allohning cennet salam bo'lgan. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan bugungi imamlar ve sultanlardan bir 5 bet binası okuyumuz qadirli qarindoshlar. Bazı talepler geldi. Bek uzun bo'lib ketsa o yaxshi olmaydi degan dedi. To'g'ri. Hozir ham shunda bir davrda yashayapmiz. Uzun gap xo'sh yoqmaydigan. Bu deganim o gapni degan qarindosh qarta deganim emas. Ya'ni nihoyatda qisqa binasiga shu naq degan yerimizga bordigan yoki bo'lmasa naq ishtiqla anglab ishtiqlam bizga payda qilgan binasi bo'lsa deganni debatida uni tushunyaptim. Chunki hozir jamiyat shunda bo'lib ketdi. Men hozir endi shu imomlar va sultonlar degan buni qo'limdagi kitob hozir ta'tib chiqib kelyapti. Buni 10 ko'rsatish uchun men hozir ekronni ben ko'rolmayman. Kitobning mavzusi ko'rinadi. Qarasanglar bo'ladi qadirli qarindoshlar. İmamlar ve Sultanlar degan bu kitap bek maya isip ketdi derizini bir içip bitti kapanmaysızlar. Hazır belki yaxshi chiqayotgan bo'lishi mumkin ovozma. İmamlar ve Sultanlar degan bu kitap biz 2 yıl burun Batur Qarıxanlı qarindishimiz bilan birga nihoyatda yangi turib qolib o'tirib birga tarjima qilgan bir kitaptı. Bu yıl bunu biz 100 tane bastırıp taqtyapmiz. Chet eldagi qarindoshlardan o'quyimizda o'qiganlar bo'ldi, ivetib berdik. Bunun kiriş sözünü 25 betti bu kiriş söz. O kiriş sözünü okuduk. Benim hayatımda Mustafa İslamoğlu Ustaz'ın kitaplarının içinde uçuratkan en uzun kiriş söz. Muş kitabının kiriş söz idi. Hazır hem de ayrım mezmunlarını, 2 tane mezmununu sizlerle ortaklaşıma. Avazım kamerak çıkıvatkanlığa bir ifade bildirsenler qarindoshlar. Yaxshi unuttu. Avazım belki yaxshi chiqayotgandi. Saltanatning qisqacha tarixi degan cho'ng mavzu. Bunun Nebevi yol degan mazmunni hozir birlikda o'rganamiz. Mayli Saadet davrida bo'lsin yoki Rashid xalifalar davrlarida bo'lsin, islomiy rahbarlik diniy va siyosiy deb ikkiga ayrilmagan edi. Fakat rehberlik makamıdır emas, hayatının barcha sohalarida din, siyaset bir bütünlükке ega bo'lib, bu bir bütünlük bilinishdan xoli qilingan edi. Resulullah sherik keltirishga qarshi kurash qilish bilan birga bir ilohlik dinlardan kelgan ilmonizm, din bilan siyaset ayrılgan, tushunchalarini yiltizdan qo'mirib tashlagan edi. Şirik xuddi bir bütünge başka narsalarni qo'shib qo'yish bo'lgandek, ilmonizm bütünni parçalarga ayirib etish edi. Yani şirik ishida haq bo'lgan batil, ilmonizm ishidan haq sug'urib elib etilgan batil edi. Bularning birisi dinga qo'shib qo'yish, yana birisi dinning ishidan chiqarib tashlash edi. Birisi qo'shib qo'yish orqali yana biri kemaytish orqali aqidani buzatdi. Mana bu xato tushuncha Resulullahning bir bütünni asos qilgan uslubi orqali rad qilindi. Resulullah insonning hem iç dünyasını hem tashqi dünyasını hem de o dünyası ahiretni tartibga solgan, shakllantirgan bir dinni yetkizgan edi. Resulullah hem mescidde imam bo'lib namoz qildiratdi, hem aldığın septe cenge kumandanlık kılattı.
Raşid ve murşid halifelermo onun izinden menip rehberlikten parçalanmasına nahayetimo ehmiyet berdi. Hazreti Ebu Bekir saltanatga echilgan barliq yo'llarni taqib etgan, Resulullah'ның izidan mangan ve o yo'llarni ochqizmagan edi. Allahsız Kisraga ve ilmani Kaysarga o'xshab qolmaslikqa nahayeti dikkat qilgan edi. Hazreti Ömer mi shunday qildi. Saltanat puruqi kelgan har qanday tuyushni etdi ve rehberlikning bo'linmaslik prinsipiga nahayeti ehmiyet berdi. Raşid ve murşid halifeler devridan keyin siyasi qurilmada çaklar paydo bo'lishga boshlab, din ve dünya deb ayrish bargan siri o'zlashdi. Bulupmu saltanatning abadiyligi din ve dünyadan ibaret bir bütün gavdining ikkiga ayrilishiga, ya'ni ibtidai ilmanizmga bog'liq bo'lib qolgan edi. Bu dinni saltanatning qisqa tarihi. Nebevi yolda Resulullah'ın zaten din ve dünya deb ikilisini ayırıp etmestin bir gavda qilganligini ko'rib olaymiz. Endi qadrli qarindoshlar, qo'limizdagi İmamlar ve Sultanlar degan kitobni 27-betdan o'qiymiz. Dini yetakchilikning dunyoviy yetakchilikdan ayrilishi ibtidai ilmanizm. Tunji qarashda bir-biriga zidda ko'rinadigan saltanat bilan ilmaniylik orasidagi munosabat nima edi? Buni izohlaylik. İslam saltanatining har xil shaklini rad qilgan edi. İslam saltanatining har xil shaklini rad qilgan edi. Rasulullohmo boshqa barliq nabiylarga o'xshash saltanatning barcha turlarini rad qilgan. Dünya rehberlikini keyif sapa ve eksploatatsiya üstüge emas, ilahi kanunun üstünlüğüne tayangan nübüvvet ulu üstüge bina kılgan idi. Saltanat zulümge dost, İslamga düşman idi. Saltanat mustabitlikka, İslam şura yani kengaşga tayinattı. Nebevi hakimiyet şehadetini saltanat paragatni asas kılattı. Nebevi hakimiyette kanun başkurguçudun, saltanette başkurguçu kanundan üstün idi. Biri kanun devleti, yeni birisi imtiyaz devleti idi. Bunlardan başka yana, nebevi rehberlikte devlet dininin ve ebedi nicatlıkның uluqı. Saltanette din devletinin uluqı bulup, sultanlar dinni saltanatlarga vasıta qilib paydalangan idi. Texmi aniq qilib aytganda, bu ikki tür hakimiyetde dinning roli farqli bo'lib, qo'shtirnoq ichida to'ldirguchi va ega o'zgardi. İslam nabaviy xalifalikda dinning davlati bo'lgan bo'lsa, saltanatda davlatning dinga aylanib qolgan edi. Saltanat xumarları dinni saltanatlariga vasıta qilish uchun aldı bilan siyosetni dindan ayirdi. Andin dinsiz qolgan siyosatning quliga dinni tutqizib qo'ydi. Buni xalqning ko'zini bo'yash uchun qilgan edi. İlmaniylik mana shunday holda saltanatning eng cho'ng yantayiqi bo'lib o'ttirg'i chiqdi. Chunki nabaviy hokimiyat bilan saltanat petişalmaydı. Nebevi hakimiyet kanun devleti bulup kanunun üstünlüğü tayin etti. Bu kanun elbette menbesi ilahi boğan İslam kanunu idi. İslam idi. Bu kanun üstünlüğü igi boğan yerlerde saltanatның mevcut bulup turuşu mümkün emas idi. İslam kanunu onun mevcut bulup turuşuga yol koymaydı. Çünkü bu kanunun ruhiga zid idi. Kurulmasının taqazzası sebebinden İslam kanunu özünün üstüde başka bir hükümranның buluşuga yol koymaydı. Bu meyli bir kişi olsun, ya ki bir aile, ya ki bir gruppa ve ya ki tabiqi olsun, özünün üstüde başka bir hükümranның buluşuga
qat'iy yo'l qo'ymaydi. Qonunni ijro qiluvchilarning o'zimi bu qonun oldida javobgar bo'lib, o qonun oldidagi har kishini barobar ko'ratdi. Shaxs, guruh, kollektiv, sinflarning haqlari bu qonunda aniq belgilangan edi. Bu qonun shaxsning avomga qilgan zulmiga ko'z yummagandek, avomning shaxsga hukmronlik qilishiga ruxsat qilmagan edi. Bir hokimiyatning saltanat bo'lishi uchun ismi chuqur podshohlik, sultonlik, malik, amir, knazlik bo'lishining hojati yo'q edi. Bu bo'libmi kunimizda o'zini ko'p sonliqning hokimiyati deb izohlagan demokratiyasi uchunmi shundoq. Hatto ismi podshohlik bo'lgan bilan tarixda adolat va qonunning ustunligiga tayangan hukmronlar Davud va Sulaymon alayhissalomlarning hokimiyati tirnoq ichida bo'lib o'tgandek ismi demokratiya bo'lgan bo'lsa-mu, ma'lum tabiqa va yoki majlis saltanatiga tayangan siyosiy tuzumlarmi bo'lgan edi. İsmi mayli xonlik bo'lsin yoki oligarxiya bo'lsin va yoki demokratiya bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar saltanat bir imtiyoz tuzumi bo'lib, bir imtiyozlik tabiqini maydonga keltirganligida shubha yo'q. Bu tuzumda davlat tortining qaymiqini ya bir shaxs yoki bir oila va yoki bir majlis yoki bir sinf yoki bir tabiqa yemakchi edi. Mana bu nuqtada islom qonuni ularning oldida hayva qilib turadi. Nabaviy hokimiyat tushunchasi bunga yo'l qo'ymaydi. Chunki islom qonuni azaldan davlatning tortiga aylanib ketishga yo'l qo'ymaydi. İslam rad qilgan bu ikki xil tushuncha, ya'ni saltanat va ilmoniylik bu nuqtada hamkorlashdi va nabaviy hokimiyatni o'rtaq dushman qildi. O'rtaq dushman deb e'lon qildi. Har ikkisi birlashib uningga hujum qildi. Oldi bilan rahbarlikning bo'linmas bir butunligini zid qildi. Bu tuzumlarda diniy va siyosiy rahbarlik haqiqiy emas, kuch, qudratga tayangan edi. Saltanat ilkidagi bu qudratni diniy rahbarlikni yo'q qilish va ojizlashtirish uchun ishlatdi. Shuning bilan kuchsiz qolgan diniy rahbarlik ham qon siridi, ham buzg'unchilikqa uchradi. Qadrli qarindoshlar, hozir biz 29-betgacha o'qidik. Onundan keyin biz 5 betdan shunda o'qisak bo'lg'udak. Qani bir qarindoshlarninki hozir o'qigan mazmunga nisbatan yoki shu usulga nisbatan qandaroq bir ko'z qarashi bor, uni anglab baqsam, onundan keyin davomlashtiramiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.